qaysi bir inson boshqa bir inson bilan moddiy manfaat yoki qanaqadir hissiy lazzat uchun muomala qilayotgan bo'lsa, u bilib qo'ysinki, uni yashash tarzi hayvonni yashash tarzidan hech qanaqa farqi yo'q. Chunki moddiy manfaat uchun yoki hissiy lazzat uchun muomala qiladigan faqatgina hayvon. Inson faqatgina lazzat uchun, faqat manfaat uchun muomala qilmaydi bir-biri bilan. Unaqa o'lchov faqat hayvonda bor. Hayvon keladi, manfaat bormi, qanaqadir yeydimi nimadir, o'sha bilan muomala qiladi. Yoki lazzat bormi, hissiy, erkagi ayoli bo'ladi, hayvon. Moddiy manfaat yoki hissiy lazzat bilan aloqaladigan faqat hayvon ekanda, xullas. Insonchi esa inson faqat u uchun muomala qilmaydi. Inson insoniylik uchun muomala qiladi. Inson dunyo qarashi uchun muomala qiladi. Inson uni boricha, borligi uchun, inson bo'lganligi uchun muomala qilish kerak. Agarda moddiy manfaat uchun muomala qiladigan bo'lsangiz, xuddi hozirgi kabi insonning aloqalari buzilib ketadi. Chunki moddiy manfaat bilan aloqa qilayotganda boshqa biri undan manfaatliroq bo'lib chiqsa, sirazu taqqoslash boshlanadi, manfaatlirog'iga ketadi inson. Hozir shunaqa-yu, erkak ayolga nisbatan xiyonat qiladi, ayol erkakka nisbatan xiyonat qiladi. Nima ketsa, bu bundan lazzatliroq, bu bundan manfaatliroq. Yoki